Salom, bu Visporiya a'zosi Reyra. Qani boshladik. To'g'risini aytsam, bu taxallusni olishimga mening Daber ustozim sababchi. To'g'risi, bunga Hesu sabab desam to'g'ri bo'ladi. 1, 2, 3. Hammaga salom, men Visporiya a'zosi Hesuman. Buning sababi mening yoqtirgan aktrisamning roli meni juda ham ta'sirlantirgan va shu sababdan men bu ismni qo'yganman. Salom, bu Visporiya a'zosi Esma. Esma taxallusi qanaqadir neobishniy bo'lgani uchun Esma deb tanlaganmiz va qanaqadir jarangdor eshitiladi. 1, 2, 3. Hammaga salom, men Visporiya a'zosi Runaman. Runa taxallusi bu meni haqiqiy ismimdan kelib chiqqan. Hello guys, sizlar bilan Visporiya a'zosi Bo'raxon. Men Bo'raxon taxallusini 20-asr qizi dramasidagi Bo'raga havas qilib tanlaganman. Hi guys, sizlar bilan Visporiya a'zosi Yuri. Yuri taxallusini olganim sababi menga Kalmar o'yinidagi Joy Yuri aktrisasi juda ham yoqqan.